Assalomu alaykum aka-ukalar. Bo'g'ozni yaqinini olaman, qora olasini olaman deydiyorlar. Buni yetalar. Mana chiroyli. Olasidan akalar. Olasi oladi, qorasi qorada akalar. Ikkinchisi tug'ish. Qonida ikkinchisi akalar. Mana kulli qo'ygan, yelinlar sop qo'ygan. Bunday yillar shurib beralasanmi yo sog'lasanmi? Mana akalar. Yuvoshlari ham yuvosh. Akalar molni bo'ylari akalar 1.20. Plus minus akalar. Ammo yaqinini zo'rini olaman deydiyorlarga tavsiya qilaman. Uni chapi tanlamas ekan ana. Qo'ylari sotiladi akalar. Tapalag'idan, yapalag'idan mazza qilib, sigir qilib o'zim tug'dirib olaman deydiyorlarga tavsiya qilaman. Bo'ldi, o'tlar. Ko'kkaga chiqqan yo'qmi yo'q? Tishini ochib beralasan? Tish 4 kilo bo'lsa kerak. Ochchi. Akalar mana 4 kiloga yetkazib, oltinlarini endi chiqaryapti ekan. Bo'ldi. Qo'ylari sotiladi akalar. Yuvoshlari yuvosh. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'y mahallasida. Pashti bu akaga dehqonchilik akalar. Chunki anchadan beri olib boqib tug'diraman deb pul zarlagan sotyapti akalar. Aloqaga chiqaverasizlar.